Hammalarga assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan yana Reza Minecraft. Sizlarni ko'rib turganimdan bajoyatda xursandman. Bugungi videomizda Minecraft seedlar bo'ladi va sizlarga kattakon rahmat aytib qolaman. Men shuncha harakatlarim, mehnatlarim sababli, sizlarni esa bitta obunangiz sababli men 700 ta bo'ldim. Buning uchun hammalarga rahmat deb qolamiz. Qani bo'lsa biz shu seedlarga qilamiz, ko'rganlar. Xo'p, qani bo'lsa videoni boshladik, ketdik. Qani bo'lmasa birinchi seedimiz 3 ta ekan. Obunachimiz aytishiga qaraganda 3 ta qilsa qishloq chiqargan. Qani bo'lsa Create World qilib ko'ramiz. Haqiqatan ham qishloq chiqadimi yo'qmi? Agar qishloq chiqsa videoga like bosasizlar deganimda qishloq chiqdi. Demak, kanalimizga like bosib qo'yinglar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi videolar chiqaramiz. Kim chochib o'tirgan bo'lsa yoqqan ishtaha, o'rnashib videoni tomosha qilinglar. Xo'p, endi temirchini uyini qidirish kerak. Temirchini uyida nimalar bor ekan? Topdik temirchini uyi. Xo'p, mana sandiq, uy 7 ta obsidian, 3 ta temir, 4 ta temir, 3 ta nima? Ana, ular yashil. Keyin, qarochi, ketdik. Ikkinchi temirxona ham bor ekan. Davay. Ketdik, ikkinchi temirxonaning ichidan nimalar chiqarkan ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, badamshek, sheki madamshek, shek madamshek, shek madamshek. Hoppale, mana uyga yetib keldik. Qani bo'lmasa bundan nimalar olmos chiqadi deb o'ylayman. Obsidian qo'yamiz, davay. Pignin. Hop, uyda chegaramiz, o'rnashamiz. 6 ta obsidian chiqdi, 3 ta non chiqdi. Ana qora narsalar, va 3 ta bitgan emas. Xo'p, endi keyingi seedimizga o'tamiz bolalar, ketdik. Va mana keyingi seedimizga ham yetdik. Real Madrid, Hala Madrid deganlar bo'lsa, davay kommentariyaga Real Madrid deb yozib ketinglar. Barselonadagilar esa Barselona deb yozib ketinglar. Real Madridda nima chiqdi? O'rmonzor, hozirchalik o'rmonzor. O'rmonzorlar tugaydimi oxiri? Oshqovoq degani qishloq bor deganimidi? Ochiqli joylarda qishloq ko'pincha chiqadi. Qani bo'lsam, let's go. Bular qo'ylar maza qilib choy ichib yurishibdi, ularga yoqimsizlar deb qolamiz. Qani bo'lmasam. Endi nima chiqdi? Sahro chiqdi. Sahroyi kabrda piramidalar, qishloqlar chiqishi mumkinmi? Davay, oxirigacha boramiz. Real Madrid, nimaga senda hech narsa chiqmayapti? Shu orada aytib qolaman, og'alar, tezroq meni kanalimga obuna bo'linglar, iltimos, chunki 750 bo'lishimizga jichcha qoldi. Okay, hech narsa. Quduq bor degan nima bor degan? Quduq bor degan suv bor degan. Suv bor degan sahrodagilarda g'am yo'q degan. G'am yo'q degan yashash degan. Yashash degan hayotda tugash degan. Tugash degan o'lim degan. Bitta quduqda oxiri o'lim bilan tugayapti. Qo'y. Yana nima chiqdi? Qovoq chiqdi. Yo'q, Real Madridda hech narsa chiqmas ekan. Qani bo'lsa keyingi seedimizga o'tamiz. Xo'p, ana keyingi seedimiz Reza Minecraft o'zimnikim bo'ladi. Qarochi o'zimnikimda nimalar borligini endi ko'ramiz. Qani, let's go. Reza Minecraftda nima bor? Bunaqa o'rmon chiqdi degani hayot yo'q degani. Bo'ldi. Bu yerdan yangicha ketish kerak. Keyingi seedga o'tamiz. Qani, go. Va keyingi seedimiz Barselona bo'ladi. Barselonani yulduzlari kommentariyamga Barselona deb yozib ketsin. Qani bo'lsa, let's go. Barselona nima chiqadi? Cho'ta tog'. Yo'q, orolmi? Orol, narada ko'rmayver ekan. Orol chiqdi Barselonada. O'sanaqa 100 kun survival orolda degan video uchun zo'r ekan. Haqiqatan 100 kun survival zo'r joy ekan. Yana ikkala orolda egallar. Yaqinda yangi video chiqadi deb o'ylayman-da, o'g'alar. Xo'p, qarochi shundan iborat ekan. Boshqa nima ham qilamiz? Mayli. Yaqinda video chiqadi. Xo'p, demak o'g'alar, hammalarga xayr. Meni kuzatganingiz uchun rahmat. Oxirigacha kuzatganlar uchun undan-da rahmat. Videoga like bosinglar deb